Aziz yoshlar, sizlarni dunyo talablariga javob beradigan zamonaviy, innovatsion va yuqori sifatli ta'lim olish uchun eng yaxshi sharoitlar yaratilgan Ma'mun universitetining tibbiyot yo'nalishiga o'qishga taklif etamiz. Ma'mun universiteti davolash ishi va stomatologiya yo'nalishlarida talabalar qabul qiladi. Bizda hamma sharoitlar yaratilgan. Kasbingizni muvaffaqiyatli egallash istiqboli sizning qobiliyatingiz, matonatingiz va mehnatingizga bog'liq. Chunki yangi O'zbekistonga eng yuqori xalqaro standartlar asosida tayyorlangan mutaxassislar kerak. Sizlar mamlakatimizning 3-renessans davrining ijodkorlariga aylanishingizga chin dildan umid qilamiz. Ma'mun universitetining asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi davlat standarti, shuningdek dunyoning akkreditatsiyadan o'tgan nufuzli muassasalarning O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish uchun ustuvor bo'lgan ta'lim dasturlari asosida yuqori malakali xodimlarni tayyorlashdir. Malakali professor o'qituvchilar tarkibi jahon ta'lim tizimiga asoslangan o'qitishning turli uslublaridan foydalangan holda o'zbek, rus va ingliz tillarida ta'lim berilishi, o'qish to'lovlarining nisbatan pastligi hamda iqtidorli talabalar uchun ta'sischilarning grant dasturlari mavjudligi tufayli Ma'mun universiteti o'quv faoliyati mamlakatdagi eng sifatli tibbiy ta'limlardan biri hisoblanadi. Fanlardan yuqori akademik ko'rsatkich bilan o'zlashtirgan Ma'mun universiteti talabalari bepul ta'lim olish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Buni amalga oshirishda Ma'mun universiteti ta'sischisi tomonidan barcha fakultetlar uchun grant dasturlari ishlab chiqilgan. Ma'mun universitetida dars mashg'ulotlari kichik guruhlarda o'tkaziladi. Shuning uchun o'qituvchilar har bir talabaga alohida yondoshgan holda shug'ullanishi mumkin. Birinchi kursda tibbiy bilimlarning poydevori qo'yiladi. Talabalar umumiy fanlardan tashqari kasbiy fanlarni ham o'zlashtiradilar. Eng muhim fanlar anatomiya, biologiya, fiziologiya, gistologiya, lotin tili, biokimyo, biofizika, stomatologiya yo'nalishlaridagi fanlardir. Amaliy mashg'ulotlar ixtisoslashtirilgan laboratoriyalarda o'tkaziladi. Ma'mun universiteti talabalari birinchi kursdan boshlab o'z universitetining yuqori texnologiyali klinikasida, shuningdek, viloyatdagi ko'pgina eng yaxshi davlat va xususiy tibbiyot markazlarida amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Amalda ular dastlabki kunlardanoq yangi tibbiy texnologiyalar va dolzarb hamda tasdiqlangan tadqiqot usullari bilan tanishishlari, kasalliklarni oldini olish, diagnostikasi va davolash usullarini o'rganishlari mumkin. Ma'mun universiteti talabalari birinchi kursdan boshlab xorijda tibbiy amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularga xorijiy mamlakatlardagi tibbiyot muhitini bevosita his qilish, xorijiy klinikalarning ish sharoitlarini baholash va dunyoning turli burchaklaridan yangi do'stlar orttirish imkonini beradi. Eng yaxshi akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalar universitet ta'sischilari granti hisobidan dunyoning eng yaxshi tibbiy universitetlari va markazlarida amaliyot o'tashlari mumkin bo'ladi. Ko'pchilik talabalar o'rta ta'limni tugatgandan so'ng ham ingliz tilini yetarli darajada bilmasligi sababli universitetda 1-2 kurs uchun tibbiy ingliz tili bo'yicha maxsus intensiv o'qitish tizimi mutlaqo bepul tashkil etilgan. Buning sababi shundaki, xalqaro saviyadagi mutaxassislarni tayyorlashning asosiy talablaridan biri chet tilini puxta egallashdir va shu maqsadda Ma'mun universitetida 3-kursdan boshlab o'qitish to'liq ingliz tilida olib boriladi. Yana bir muhim omil har qanday ta'lim muassasasining qulay joylashuvi. Ma'mun universitetining kampusi tahsil olish uchun eng yaxshi va eng qulay maskan Urganch shahrining markazida joylashgan.